Yangi ish boshladik mana. Andijon shahar. 2 xonali kvartira. Kvadrat metri 70 kvadrat. Zal bunisi 540. 5 ga 310. Patologda balandligi 3 metr. Sanuzul beda. Bunisi ham spalni. Yotoqxonasi bo'lsa, bu yotoqxonani o'zida ham dushi bor. Bunisi kuxnya mana, oshxona. Umnikatel o'rnatamiz bu yerga. Bu tomonni peregorodkasini urishmabdi mana. O'zimiz uramiz endi. Застройщик yana non qilishni boshladi mana. Tepalar pena qilinmagan. Penani o'zimiz qilib chiqamiz endi. Hamma joyda pena qilish kerak. Bu tarsavoy cheka. Ko'ryapsizlar, ochiq joyda. Mana shu joylarda aylantirib pena qilish kerak. Pena qilmasdan qilib tashlaydigan bo'lsa, ertaga shamol rasa kiradi. Qaysi devorni qarasang, tepasida penasi yo'q. Bu qo'shni bilan devor. Qo'shni uy ko'rinib yotibdi mana mayda. Bironta joy pena qilingan joyi yo'q. Nima deysizlar? Shuni застройщик pena qilish kerakmi tepa joylarda yo sotib olgan odam o'zi qiladimi? 32 ming dollarga uy sotib olasan, ustiga 10 ming dollar sarf qilasan yana. Undan keyin qo'shnini uyini bemalol eshitib o'tirasan. Nimagaki, mana shu joylar penasi yo'q. Uy sotib olganda ahamiyat beringlar shu tepasini penasiga. Devorda teshik yo'qmi? Bormi? Yo'qmi? Ko'rish kerak. Qaysi qo'shnini devori bo'lsa, hammasi ochiq. Ko'rinib yotibdi. Deraza o'rnatishgan. Pena ham 4 joyda penasi bor. Bo'ldi mana. Qolgan joyi ekan u. Eshik ham shu ahvol mana. Eshikni ko'ringlar. 4 joyda pena bor. Qolgan joyi ekan u.